Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandagi vaqtlarimiz. Sadece İslam bilimleri to'g'ri. Ramazan şerefli bir vaqtdir. Ramazanning zaman sebebidan hurmatli bo'lishi, haramning makon sebebidan hurmatli bo'lganiga o'xshashdir. Ramazanning hurmatlik va ulug' bo'lishi Alloh taolaning kalomining bu oyda tushganligidandir. Alloh taolo mundaq degan: Ramazan oyida Qur'on nozil bo'lishga boshladi. Qur'on insonlarga yetakchidir. Hidoyat qilguvchi va haq bilan nohaqni ayiruvchi ro'shan oyatlardir. Bütün insoniyat uchun hidoyat va bayon oyatlari tushgan oyning vaqtlarının qimmatlik va ulug' bo'lishi haqdir. Qur'on Karimdan ilgari tushirilgan samoviy kitoblarmi Ramazan oyida tushgan bo'lib, ular hidoyatning bayonotlari va haq bilan nohaqni ayiruvchi edi. İmam Ahmad Musnadida Vasila ibn Asqa radhiyallohu anhuning hadisidan rivoyat qiladi-ki, haqiqatan payg'ambar alayhissalom İbrahim alayhissalomning sahifalari Ramazanning 10 kechisida, Tavrat Ramazanning 6 kunida, Injil Ramazanning 13 kuni tushirilgan degan. Şunlaşqa Ramazandagi vaqtlar alohida va qimmatlidir. Kimki Ramazandagi vaqtlarni zoya qilsa, bo'shanlik qilgan, nafsiga zulm qilgan va o'ziga shu yildan bir oyda adil muomala qilmagan bo'ladi. Ramazandagi vaqtlarni zoya qilib o'tishga ziyonni silishtirib bo'lmasimi, hayotning zoya bo'lishini qiyos qilishga bo'ladi. Kimki Ramazanda bo'shanlik qilib, fursatlarni qo'ldan berib qo'ysa, umrining qolgan qismida texmi ko'p bo'shanlik qilib, fursatlarni qochirib qo'ydi. Agar vaqtlarning bo'sh o'tib ketayotganligidan va zoyi bo'layotganligidan g'aflatda qolgan bo'lsa, safarda yurish bilan nishon yetib berishning bosqichlarini tushunishdan g'aflatda qolganligi aniqdir. Ey qarindishim, hayot safaringizni kuzatib, Ramazan oyidagi yo'lchilig'ingizni bilan selishtiring. Bu oyda o'zingizning nima ekanligingizni bilish uchun vaqtingizning qanday o'tganligiga qarab boqing. İmam İbn Qayyim mundaq degan: Bandaning yuragi so'qibli turadi ekan, u Alloh taolo safar qiluvchidir. Safarning muddati umridir. Kecha bilan kunduz bosqichlar bo'lib, u kishi nishonga yetib borgan qadar to'xtamasdan davomlashadi. Aql qilgan yaxshiliklarning mukofotini olish uchun Alloh taologa yaqinlashtirgan narsalar bilan safarni tamom qilishga ko'ngil bo'ladi. Bu insonlar har turli bo'lib, ularning kufrlik va xilm-xil ma'siyatlarni iborat jahannamga yaqinlashtiradigan narsalar bilan oziq-turlik elib safarni tamomlaydiganlarmi? Alloh taolo va jannatni maqsad qilib safarni tamomlaydiganlarmi bor? Ular 3 qismdir. Ilgirlab ketkichlar farzlarni vaqtida ado qiladi, xilm-xil nafl ibodatlarni ko'plab qiladi, harom, makruh va ba'zi mubahlarni tark etadi. Maqsadiga yetkichlar farzlarni ado qilib, haromlardan saqlanadi. O'ziga zulm qiluvchilar bo'lsa, yaxshi amal bilan yomon amalni aralashtirib o'tadi. Ular orasidagi farq nihoyat cho'ngdir. Siz, ey ro'zador qarindishim, hayot manzilingizdan biror oyingizdagi vaqtlaringizning hisobini so'rash va Ramazon oyidagi turmushingizni qarash orqali qolgan hayot safaringizning qanday davom qilganligini bila olasiz. O'zingizdan so'rangki, men ilgirlab ketkichlardanmi yoki maqsad ketkichlardanmi va yoki Ramazon oyini va qilgan butun hayotini zoya qilib o'ziga zulm qiluvchilardanmi? Agar siz Ramazonda va qilgan umringizda yaxshilikqa oldiruvchilardan, ilgirlab ketkichlardan bo'lsangiz, uning mukofoti rohat farog'at, yaxshi rizq va noz-ne'matli jannat bo'ladi. Agar maqsad ketkichlardan bo'lsangiz, saodatmanlardan bo'lasiz. Ey Muhammad, saodatmanlardan sana salom. Amma siz vaqtlaringizni zoya qilib o'tgan, o'z nafsiga zulm qilganlardan bo'lsangiz, Ramazon va Qur'on Karim sizdan shikoyatchi bo'lishdan ilgari tavbaga oldiring. Ibn Rajab Ramazonda vaqtni zoya qilib o'tgan kishiga ovozni yuqori qilib mundaq deydi. Chunki u kishi boshqa vaqtlarda texnikrak zoya qilib o'tadi. Ey umrini itoatsizlikda zoya qilib o'tgan kishi, ey Ramazonda va boshqa chog'larda bo'shanlik qilib vaqtini zoya qilib o'tgan kishi, ey kichik turish va bo'shanlikni dasmoya qilib olgan kishi, sening bu dasmoyang nima degan yomon? Ey Ramazonni va Qur'onni Karimni shikoyatchi da'vogar qilib olgan kishi, shafaat kuni, qiyomat kuni sendan shikoyat qilgan shikoyatchidan qanday shafaat umid qilasan? Biz Ramazonda Allohning hidoyati va payg'ambarimizning sunnati bilan nafs xohishimiz, havo havasimizning azdirishlaridan iborat ikki ishning birini tanlash bilan sinalamiz. Agar bo'ling, ey ro'zador qarindishim, havo havas asosiy kapitalingiz bo'lgan hayot minutlaringizni ep ketmasin.
Mülk berildi sana için tutkun ilkindikini. Kim başkurmasa mülkini beşiğe çıkar bir günü. Uğur saat epketmisin aldıratkan ömürni. Ba'sini zaya qilsan yo'qitsan hammani. Vaqting ketdi, baxting ketdi, tishlasang o barmoqni. Nadomating foyda qilmas, chaqsangmi gar so'ngakni. Allah Taala bizning Ramazonda Rabbimizning qahr g'azabini keltiradigan ishlarni uzoq turishimizni xohlaydi. Ey müminler, günahlardan saklanışınlar üçün sizlerden ilgirkilerge, yani ilgirki ümmetlerge roz farz kılınğandek, sizlerge mi Ramazan rozu farz kılındı. Havai araslarga berilib, şəhvətlərə əgəşkən bir türküm qavmlar radio, televizorlarda və onundan başqa internet bloklarında ruhiyetimizə fisq, fujur, fitne fasatlarını teriş bilan bizni itaatdan və taqvadarlıqdan uzaqlaşdırışını qattiq arzu qilishidi. Allah sizlərə halal dair ahkamlarını bayan qilishni, sizlərdən burunqilar, yəni peyğəmbərlər və yaxşılarning yo'llariga sizlərni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tövbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, yani bendilerinin hamma ahvalini bilgücüdür ve hikmet bilen iş qilg'uchidir. Allah sizlerning tövbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Shahvatlarga agishadiganlar, yani shaytonlarga agishadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Ramazan vaqtlarni g'animat bilishni va umrini gullantirishni maqsad qilganlar uchun kam uchraydigan bir fursatdir. Ramazan vaqti belgilangan qisqa umrdir. Kütülgen başlanışı, bilingen ahirlişi bardır. O, insanın amanet kılınan hayatının kişiletilgen canlıq örnekidir. Bir insanga zamanı, perizlerini vaxtida icra qilishga xaslashtirilgan teklifi bir hayat, shundaqla uyqu ve acını ravo qilishdek tabiiy insani ehtiyojlarni qamdash uchun aşı vaqtlarga yordamchi keltirilgan vazifelik bir ömür bardır. Shuning uchun Ramazan ayi kichiktilgan o'rnikida teklifi hayat taat ibodat uchundir. Biz Ramazandagi teklifi hayatimizni zayi qilib, vazifelik hayatimiz, yani yeb ichib uxlash bilan o'xshash qilib qo'ysak, vujudimizga adil muomala qilmaganligimiz, ruhimiz va jasadimizning haqqini to'g'ri bir shaklda bermaganligimiz uchun o'z nafsimizni aldigan, ruhlarimizni zulm qilgan bo'lamiz va buningdan keyin sog'lomlik va bo'sh vaqt barturuqlik qolgan umrimiz ko'pincha bu shaklda davom qiladi. Şuna Peygamber aleyhisselam aytganki, ikki turli ne'mat bardir. İnsanlarning ko'pinchisi qimmatini bilmaydi. Ular bo'lsa-mu sog'lomlik va bo'sh vaqtdir. Ibn Javziy bu hadisning ma'nosi haqida mundaq deydi. İnsan sağlam turib, hayatlıqning mashg'ulotlari sababidan bekor bo'lmasligi mumkin. Boy turib, sağlam bo'lmasligi mumkin. Sağlamlik va bo'sh vaqtdan iborat bu ikki ne'mat bir insonni tepilganda, o'rinliq o kishiga Allohga itoat qilishdan g'alaba qilib ketsa, rohat bilinsa, u bir ziyon tortqishidir. Chunki dunyo oxiratning ziroatgohi va oxiratda foydasi ko'rilgan tijorat markazidir. Kim bo'sh vaqtini va sog'lomligini Allohning itoatiga atsa, u kishi nijotlikka erishgan kishidir. Kim ularni Allohga osiylik qilishda o'tkazsa, u kishi ziyon tortgandir. Chunki bo'sh vaqtdan keyin mashg'ullik, sog'lomlikdan keyin kasallik kelishi mumkin. Ramazan ömürlerdeki ve vaqtlardaki ziyonni ölçeydigan bir tarozidir. Ramazanning o'ttirisida yoki oxirida aktiv ibodat qilishni xiyol qilib, avvalgi o'rnida bo'shanlik qilib fazilatlardan mahrum qolganlarmi, Ramazanning beshida aktiv ibodat qilib, itoatdan uzoqlashganlik va ig'ir kelganlik sababidan o'ttirisida va oxirisida o'rinliq qildiganlarmi ve bütün ay g'aflatda yashab, qandoq kirgan bo'lsa, shundoq chiqib ketadiganlarmi? Hatto Qur'on Karimni Qur'on ida tark etganligi, jasadi ro'za tutgan bo'lsa-mu, qalbi ro'za tutmaganligi, kechalari qiyomda turish va ibodat qilishni uxlaganligi va Ramazan oyining hurmatini qalbidan ko'tarilib ketganlik sababidan kirgandimmi nacharroq chiqib ketadigan kishilarmi bordir. Aqti ömür mallaringning vaqtlari ey, isrofda o shafqat yo'qdi yo'qotganga ey. Hajdan ömrüngni sen haqiqatan ziyonida sanjiq kelar orqadilla sanjiqin paydini pay. Shubhasizki, Ramazan oyi biz yetishni arzu qiladigan manzilga bizni yaqinlashtira oladigan o'lcham va tarozidir. Shaksizki, yaxshilikda ilgari bo'lg'uchilarning manzili qalblar talpinadigan, bo'yinlar so'ziladigan bir manzildir. Undaq ekan, qalblarimizni u tarozi mezon qo'yayli. Farzlarni kamil ado qilish, nafl ibodatlarni ko'proq qilib olish bilan harom ishlardan saqlanish, makruh ishlarni tark etish uchun bu manzilga o'zimizni Ramazonda va boshqa vaqtlarda tanlashga tirishayli. Muborak Ramazon vaqtlarini nafsimizni bu shaklda tarbiyalashda o'tkaza olsak, qalblarimiz tadrijiy holda Allohga yaqin darajalarga yeta olishi mumkin.
Ey Allah, işimizning asosi bo'lgan dinimizni yaxshilab bersizlar. Yashayotgan dunyamizni yaxshilab bersizlar. Hayotligimizda har qanday bir yaxshilikni ziyorat qilib bersizlar. O'limni har qanday bir yomonlikdan rahat qilib bersizlar. Amin. Manba Ramzanning ro'yi va uning ma'nosi nomli kitob. Tarjimada Muhammad Tursun Yusuf.